Namangan shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Sanoat mahallasida joylashgan 11-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida so'nggi yillarda jadal o'zgarishlar ro'y bermoqda. Mazkur muassasa direktori Umida Karimova O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi 531-sonli qarori asosida tashkil etilgan boshqaruv o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomlab, menejerlik yo'nalishi bo'yicha davlat sertifikatini qo'lga kiritdi. Ushbu yaratilgan imkoniyatdan foydalangan holda men ham sertifikatga ega bo'ldim. Abdulla Avloniy nomidagi rahbar va pedagog xodimlarning malaka oshirish ustida bir oy davomida olgan bilimlari va tajribalarini amaliyotda qo'llab kelmoqdaman. Mazkur qarorga binoan nafaqat maktabgacha, balki umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbarlari uchun ham boshqaruv salohiyatini oshirishga qaratilgan majburiy o'quv kurslari va sertifikatlash tizimi joriy etilgan. Kurs davomida ishtirokchilar muassasani samarali boshqarish, jamoa bilan konstruktiv muloqot qilish, innovatsion yondashuvlar asosida ishni takomillashtirish bo'yicha puxta bilimlarga ega bo'ldilar. Umida Karimova ham ana shunday yondashuvlarni o'zgartirib, menejerlik sohasida yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi. Imtihon jarayonlari shaffof va adolatli tarzda o'tdi. O'z ustida ishlagan pedagoglar, tajribaga ega bo'lgan rahbarlar sertifikatni qo'lga kiritdilar. Endilikda olgan bilimlarim va tajribalarimni jamoamiz bilan birgalikda amaliyotda qo'llab kelmoqdamiz. Uning qo'lga kiritgan sertifikati nafaqat kasbiy yutug'i, balki tashkilot boshqaruvidagi faoliyatni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi muhim hujjatdir. Mazkur sertifikat asosida unda ish haqi ustamalari, lavozim tayinlovlarda ustuvorlik va boshqa rag'batlantirish imkoniyatlari taqdim etiladi. Ta'lim tashkilotimizda zamonaviy 150 o'ringa moslashgan bino qad ko'tardi. Quvonarlisi shundaki, bu maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 20 nafar pedagog xodimlarimizdan Prezidentimiz tashabbusi bilan ayollarga berilayotgan imkoniyatlar natijasida 20 nafar pedagog xodimlarimizdan 15 nafari oliy ma'lumotli bakalavr diplomiga ega bo'ldilar va oliygohda olgan bilim tajribalarini amaliyotda qo'llab kelmoqdalar. Kadrlar salohiyatining yuksalishi bilan birga 11-sonli bog'chada moddiy texnik baza ham tubdan yangilandi. Ilgari foydalanilgan eski bino o'rnida 150 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim maskani barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Ushbu qurilish uchun 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Barcha sanitariya va xavfsizlik me'yorlariga mos yorug' va shinam xonalar, interaktiv jihozlar, rivojlantiruvchi o'yin vositalari, didaktik materiallar bilan to'liq ta'minlangan zamonaviy muhit yaratildi. Ta'lim dargohimizda 8 ta kun uzaytirilgan va 8 ta majburiy ta'lim guruhlari qamrab olingan bo'lib, ushbu guruhlarda 465 nafar tarbiyalanuvchilar tarbiyalanib kelmoqda. 2025-yil rejamiz hududdagi 3-7 yoshli bolalarni to'liq xatlovdan o'tkazib, 6 yoshli bolalarni qamrab olish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yangi binoda faoliyat boshlagan muassasa bugun ishini ilg'or metodikalarga asoslangan holda tashkil etmoqda. Bunda direktor rahbarligida shakllangan fidokor va akil jamoaning o'rni beqiyos. Tashkilotda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar har bir bola shaxsini rivojlantirishga individual yondashib, ochiq mashg'ulotlar, ota-onalar bilan hamkorlik, yangicha pedagogik uslub orqali ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Sifatli ta'lim, kelajak poydevori. Jamoa a'zolari muntazam malaka oshirish kurslarida qatnashib kelmoqda. Ayrim tarbiyachilar tuman va viloyat miqyosidagi ko'rik tanlovlarda yuqori o'rinlarni egallab, o'z salohiyatini amalda namoyon etishmoqda. Aprel oyida pedagog mahorat markazida o'z kasbiy mahoratimni oshirib keldim. Men o'rgangan bilimlarimni, yangi kasbiy mahoratlarimni oshirib, o'zimni maktabgacha ta'lim tashkilotimda hamkasblarim o'rtasida faoliyatimga tatbiq etib, yangi bilimlarimni o'rtoqlashdim. Va men bo'sh vaqtlarimda o'zim ham bolalarga ijod qilib turaman. O'zimizni dasturimiz asosida, qadam dasturi asosida mavzularimizga moslab she'rlar yozib turaman. Bog'cham meni har kuni quchoq ochib kutadi. Bog'chaga kelgan bo'lsam, tashvishim unutadi. O'ynaymiz ko'rganimiz, o'ynaymiz ko'rganimiz. Opajonlar Farg'ona, markazlar har tomonda. Musiqa san'at bilan tabiat ilmi. O'ynaymiz ko'rganimiz, o'ynaymiz ko'rganimiz.
Umida Karimovaning menejerlik sertifikatiga ega bo'lishi, bog'chaning yangi zamonaviy binoga ko'chirilishi va direktorga sadoqatli Jips jamoaning mehnati barchasi ushbu muassasaning islohotlarga faol moslashayotganidan dalolat beradi. Bunday yangilanishlar maktabgacha ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, bolalar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, pedagoglar salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.